Hammaga assalomu alaykum, hurmatli Promotion platformasi o'quvchilari. Bugungi darsimizda Adobe After Effects dasturida har doim foydalanadigan 3 ta plagin haqida gaplashamiz. Bulardan birinchisi Deep Glow, ikkinchisi FX Console va uchinchisi Jerry Flow plaginlari hisoblanadi. Deep Glow'ni biz har xil elementlarga, rasmlarga yorug'lik berish uchun, ya'ni o'z nomi bilan aytib turibdi, glow, yorug'lik tarqatish uchun foydalanadigan plaginlarimizdan bittasi ekan. FX Console bo'ladigan bo'lsa, umumiy After Effects ishlatayotganimizda effektlarimizni, o'sha FX presetlarimizni ikkitagina горячий klavish yordamida, ya'ni tezkor kombinatsiya yordamida qo'shib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Ya'ni FX Controls bo'limiga plaginlarni qo'shib olishimiz mumkin bo'lar ekan bu plagin yordamida. Jerry Flow bo'ladigan bo'lsa, shu plagin yordamida biz keyframelarni yanada planlashtirsak bo'lar ekan. Ya'ni tayyor grafikalar bor bo'lsa, bemalol mana shu grafikalar yordamida birlashtirishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, Deep Glow'ni uстановка qilishdan boshlaymiz. Birinchi navbatda sizlarda WinRAR uстановка bo'lgan bo'lishi kerak. WinRARdan mana bu yerdagi WinRARni bosib, Извлечь va Deep Glow ikkini ustiga bosamiz. FX Console'ni ham xuddi shunaqa qilamiz. Va Jerry Flow'ni ham xuddi shunday qilishimiz kerak bo'ladi. Deep Glow'ni ichiga kiramiz va bu yerda bizga Windows va Mac uchun o'rnatilishi mumkin bo'lgan ikkita fayl berib qo'ygan. Mana bu yerda mani o'qi deb yozib qo'yibdi, ichiga kirib o'qishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda bizga umumiy reklama, ya'ni Telegramdan yuklab olingani haqida reklama bor. Bizga Windows kerak, Windows ichiga kiramiz va mana bu yerdagi Deep Glow 2 ni kopirovat qilamiz edi. Bitta kopirovat qilgan holatda, mana bu yerdan kopiravatni bosgan holatda After Effects'imiz joylashgan C diskga kiramiz va mana bu yerdan Program Files va mana bu yerdan Adobe ichidan o'zimizga kerakli yildagi After Effects, ya'ni foydalanayotgan After Effects'imizdan ichiga kiramiz, Support Files ichiga kiramiz va pastroqga tushib Plugins bo'limiga kiramiz va Plugins bo'limidan biz mana bu yerga ushbu Deep Glow 2 ni Ctrl V yordamida qo'yib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Va mana bu yerdagi Deep Glow'ni pastidagi mana bu faylni ham bu yerga ko'chirib qo'yishimiz kerak bo'lar ekan, ya'ni Deep Glow to'laqonli ishlashi uchun. FX Console'ni ham uстановка qilib olamiz. Xo'p, mana bu yerda o'qish uchun ingliz tili, rus tili berib qo'ygan. Rus tilini ochib o'qib ko'ramiz. Xo'p, agarda bundan eski versiyalar uстановка bo'lgan bo'lsa, o'chirib tashlay deyapti bu yerda. Keyin mana bu yerdagi setup yordamida uстановка qil deyapti. Ustiga bosamiz. Dani bosamiz. Va I agree. Bu yerdan bizda 2025 o'zingizlarning yillar chiqadi bu yerda. Install va finish. Muvaffaqiyatli uстановка bo'ldi. Buni uстановка qilish juda ham oson. Xo'p, Jerry Flow uстановка qilamiz. Jerry Flow ichiga kiramiz va bu yerda Jerry Flow'ni ustiga 2 marta bosib podrobniyni bosamiz va mana bu yerdagi tugmani bosamiz. Xo'p. Va Jerry Flow'ni uстановчий fayl ochish kerak bizda. Dani bosamiz. Ingliz tili bizga kerakli. OK ni bosamiz va OK I accept ni bosib next ni bosamiz va mana bu yerdagi parolga R yozib olishimiz kerak bo'ladi va next ni bosamiz va install ni bosamiz. Va muvaffaqiyatli uстановка bo'ladi. Xo'p. Hozir biz Deep Glow'ni ham, FX Console'ni ham, Jerry Flow'ni ham uстановка qilib oldik. Endi buni hammasini After Effects'ga kirib ishlatib ko'ramiz. Xo'p, keling endi birinchi navbatda o'rnatib olgan Deep Glow pluginimizni ishlatib ko'ramiz. Buning uchun Effects bo'limiga kirib, Deep Glow deb qidiramiz va mana bu yerdagi o'sha elementimiz ustiga tashlaganimizda mana shunaqa chetlari yorqin bo'lar ekan. Misol tariqasida hozir men nastroyka qilib ko'rsatib beraman. Deylik, mana bunaqa nur uchun foydalanishimiz mumkin ekan va bu yerdan biz bemalol qanaqadir mana bunaqa chromatic narsalar ham qo'shishimiz mumkin bo'lar ekan. Ya'ni mana yer bosadigan bo'lsanglar, buni chetida
bunaqa chiroyliroq effektlar paydo bo'ladi. Deep Glow'imizni shunaqa yo'lda ham bemalol chiroyli qilib ishlatishimiz mumkin bo'lar ekan. Deylik, buni rangini gradient qiladigan bo'lsam ham faqatgina o'sha sezgan bo'lsanglar, oq nuqtalarinigina yorityapti. Deylik, mana qizilga qo'ysam qizil. Ya'ni yorug'lik umumiy hisobda mana rangga qarab o'zgaryapti. Sezayotgan bo'lsanglar, mana men buni yonganining asl sababi mana bu yerdagi tugmachani bosib qo'yganimda o'chirib qo'ysanglar, mana bunaqa chiroyli narsa hosil bo'ladi va bemalol buni bu yerdagi animatsiya yordamida mana bunaqa ko'rinishda qilib qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni animatsiya bo'ladi. Вот. Pluginimizni o'rnatganimizdan so'ng Ctrl plus probelni bosganimizda mana bunaqa narsa chiqadi. Mana bu material ustiga bosib, layer ustiga bosib, keyin bossak, mana bunaqa FX bo'limi chiqadi va biz bu yerdan bemalol, deylik, mana bu yerga Gaussian blur bermoqchimizmi? Shunchaki mana Gaussian blur yozyapman. FX bo'limidan chiqarib beryapti. Ya'ni buni ishlatish juda ham oson. Masalan, buni ustiga tanlab kerakli pluginni yozib bemalol ishlatib ketishimiz mumkin. Ya'ni mana bu yerdagi FX bo'limiga kirib, bu yerdan misol uchun gradient vibe tashlash o'rniga shunchaki mana buni ustiga bir marta bosamiz. Gradient vibe va mana bemalol ishlatib ketishimiz mumkin. Keling endi 3-chi bo'lib o'rnatgan Jerry Flow plugini haqida gaplashamiz. Mana bu yerdan extensionsga kirib, window bo'limidan extensionsga kirib Jerry Flowni ochib olamiz va Jerry Flowni mana bu yerga qo'yib bemalol ishlatishimiz mumkin bo'lar ekan. Deylik, Jerry Flowda mana bunaqa grafikalar bor. Hozir men buni animatsiya qilib ko'rsataman sizlarga. Misol uchun scale berdim. 0 dan boshlangan scale. Mana bunaqa chiqyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, buni tanlab, ikkita keyframe tanlab, inni bosib qo'yadigan bo'lsam, mana bunaqa planli animatsiya yoki buni bosadigan bo'lsam, mana bunaqa animatsiya hosil bo'ladi yoki buni tanlaydigan bo'lsam, mana bunaqa yoki buni yoki tekis. Вот. Ya'ni sezayotgan bo'lsanglar, bu yerda mana o'zgartirib beryapti har bitta grafikani. Deylik, men o'zimga bitta grafikani o'zim yasab olsam-da, deylik, mana F9 ni bosaman, belgilab F9 va mana bunaqa animatsiyani saqlab oldim. Va buni shunchaki belgilab plus bosib qo'yadigan bo'lsam va apply bosaman, bu yerdagi tayyor keyframe'larga berilgan grafikani qo'shib qo'ysanglar bo'lar ekan. Bugungi darsimizda Deep Glow, FX Console va Jerry Flow pluginlarini o'rnatishni o'rgandik.